Hamma yaxshi, biz yomon. Hamma bug'doy, biz somon deydi odamlar. Bu to'g'ri fikr. Chunki birovga yomon gumonda bo'lmang. Birov haqida siz bilib bilmay yomon so'zlar yetkazmang. Chunki siz yomon deb yurgan odamlarning ko'p yaxshiliklari bor. Siz yaxshi deb maqtayotgan, osmonga olib chiqayotgan odamlarda ko'p chepalari bor. Bunga bitta misol kun bilan tunni suhbatini sizga aytib beraman. Kun bilan tun bir-biri bilan gaplashibdi. Tun aytibdi kunga: "Senga mazza, ey kun." Nima uchun? Chunki kechasi bilan odamlar menda yig'laydi, qalblarini tirnaydi. Senda esa odamlar baxtiyor. Shunda kun aytgan ekan: "Ey tun, o'sha senda kechqurun yig'layotgan odamlar kunduzi bilan yig'lamaslik uchun ich-ichini yeyotganini bilganingda edi, menga oson tutmas eding" degan ekan. Shuning uchun birovning tashqi ko'rinishiga qarab turib ham baho bermang.